Salom sizlar bilan bugun men Mr. Minecraft va bugun bizlar Roblox o'ynab Grow Garden o'ynab ko'ramiz. Let's go. O'ynashchi o'ynab ko'rdim. Shunga 5 ta sabzi oldim. Boshlari o'zishdan. Va buni ikkinchi qismini chiqishini xohlaganlar ham 50 ta like yig'ilsa albatta ikkinchi qismini chiqaraman. Xo'sh, bularni sotish kerak. Sotamiz va biz ketdik mana. Mana beratni sotamiz. Qo'lga olish kerak aytgancha. $10 hammasi jami $100 ketdi. Endi bulardan qimmatroq sabzavotlarni sotaman. Bundan. Yana bundan. Endi bularni ma'lumotlarni yuborib sotam ekamiz. Bitta bunaqa. Ekamiz. Ekib sotishni soqqa beramiz. Nolachi? Bu qanaqadir chambarakchalar va noltalar. Mayli. Shunday qilib anchadan beri video chiqarmay qo'ydim. Va endi bu yerga tez video qilib turishga harakat qilamiz. Bo'lmasa shunday keraksa men o'sha sizlarga maqtan nimadir qilib turaman. Masalan, birovni bog'iga aylanib kelamizmi? Kimni bog'iga endi bu? Voydan bitta olishini bilan yo'qlar. Stop. Minecraftdagi o'xshagan. O'xshatgan bo'lsa bitta like bosamiz. So'zimiz bog'iga borsak, bu menimcha hali o'smagan. So'traman. Mana 29 kiloli. Buni jami necha kelsa 8. Endi bunga yana bitta olamiz. Xo'sh, birat qilay. Yetibdimi? Chaqirdim yelardi. Bitta bilan bosoraylik. Böyle. Kendi xonamizga boramiz. Bu hali o'smagan. Tez sekin narsalar. Ikki tashib. Yine bunu yemek. Ya dana. Bu milendir bir tane bu. Kirazdan qarayman. Do'stlar. Nechun yo'q? Yana olamiz. Men tushunganday bo'lyapman. Biratini sotamiz. Qani birat ishga nimaydi. Menimcha lapatka. Mayli, bizga baribir kerak emas. Va bundan olamiz. Mayli. Shu o'zini tushuntirganmiz. Bizga boramiz. Chamizga do'stlar, uje ikkitasi o'sayib qoldi. Qaysi o'sman parvozocham? Mayli, sotib kelamiz. Summaga gider. Kimga gider birat? $23. Mayli, biz ketdik. Bosam notamiz sotamiz. Va bu safar pul yetmagan uchun mana ishbiram. Do'stlar, buni ana katta kilogram pul tushundim. Bunun uchun shu narsalarni oldiga ekish kerak endi. Va ikkisini ham sotib kelaman.
Mana shu ikkovsi necha ming edi? Mana 8 bo'ldi. Yaxshi. Hozirchalik bu kimniki bu? Qanaqadir bratniki ekan. Dinozavri bor ekan. Dinozavrlar qanday o'lishni ham o'rganish kerak. Menimcha bitta hozir. Mana bu yerdan olsak kerak. Mana bu yoqda tuxumni ko'rdim. Mana nima? Nima edi bu? Bu nimasi bu? Aydilu mana bu. Tuxum sotasizmi biroq? Stop. Setolga boramiz va mana bu yoqda tuxumni ko'rdim men. Nam gulchin. Bu nima bu? Asal ekan. Asal qanday qasilchan. Hamkarning nimaga boribdi? O'sibdi. Bu ham o'sibdi. Bu ham o'sibdi. Bular ham o'sibdi. Mana bular katta kilolar chiqibdi-ku. Endi biroz sotamiz bor. Esil. Bunaqa videolar, qiziq videolar chiqarishga harakat qilyapman. Yaxshigina narsalarimiz hozir biza. Bundan yana. Va bundan. Va bundan yana. Hayır, nima bo'ldi shayga? Men bular o'ylashimcha katta kiloroq va vazn og'ir bo'lishi uchun hammasini deyarli bitta joyga yig'sak kattaroq vazn chiqargan deb o'ylayapman. Mana o'sha yana bo'ronmi? Nima edi bu? Nima edi? Ikkita shayk va endi yangi 3 ta. Уже o'ylaganimdan chiqyapti. Ko'p. Mana orasida. Bular bilan sabzilar o'shab yo'qolib ketmagan. Shunisiga ham shukr. Bangiroq pulimiz qolmay qolsa ham ularga tayanib shottana karosi yaxshi pulni topib oldim. Tortganimdan birinchi bo'lib sotmoqchi bo'lgan narsamni sotib oldim va qo'yim. Pulga bulardi va yana nima qilmam? Mayli. Bunga shuncha yo'q. Sabzini jetcha olamiz bo'ldi. Va bunisi $600 pul yetardi, lekin olmaydi. Va yangi narsamiz bilan bir yolg'iz ekanmiz. Tezroq o'ssa, tezroq foyda bo'lsa, bularni ko'ramiz. Bularni ham ekamiz bu yoqqa. Mayli. Pullar muammo yo'q hozirchalik, prosta bularni tezroq o'stirish. Bratdan nima qilyapti? 28 volt yaxshi. Va shuni qilib qancha keting.
qachon tiklanayini be? Inchi mamnunsan. Vaqti bor ekan. Tiklanish shu mana bu yoqda qarsanglar. Juda ko'p narsalar bor. Tezroqga shuni narsani qo'ldim. Inchi sabzama 80% yedini. 4 kilogram nima edi be? Amuch tezroq brat tezroq. Nima edi be? Nima bu tarvuzmi? Nima bu? Kamida nima? Iltimos yozoringlar 4 kilogram nima ichim uchdi. Qimmatga sotilsa bo'ldi. Hisob mana bu nima? Ma'lum chiqma demak. Normal hisob qilish ishongan holatda mana normal sumkamdan beram to'lgan bo'lish kerak. O ani Anadan qancha keldi bilmadim. Nega olam? Shuni bilaman. Sabzilar yana yangilanganini. Men bulardan va mana bo'lsa 600 mingga bosar oylik 200 ga bosar olmasak 600 böyle tursun vaqtinchalik. Ama tillalari ham o'xshaydi. Mayli mana bu bratami nima? Mana shumi? Bu ikki yo'q, nima? To'q sopin. Ekanmi? Ha bu nimaligini tushunmadim. Hisob nimaga Bulması yani sotup yana sokra urgulan. Berat, mamını bosayım oğla. Bunlar. Berat ben şunu sot olayım. İçim o. Önemli 800 miligini yine benim sot olsa gider. Qaydandır asılca bol. Asılcanım qaydandır topuştu bilish kerak. Bular qo'mabdi ki. Keyinchalik nima olaman bilmayman. O'limi tugan. Sotmayapti. Qo'mabdi. Mayli ekanmiz. Qarang'adir. 800 dollarlik narsa olib keldim. Menga hozirchalik foyda olib kelmadi. Bu nima edi bu? Voy mayli. Yaxshi bo'lsa balki ma'muz butasi yaxshiroq o'sibdimi? Endi bunisi yaxshiroq deyman. Bo'lcha kesib qo'ygan. O'kib qo'ygan uchun shunday bo'lgan. Bu hozir normalison. Nomizam
so'ragan. Mayli. Misol 2 ham cho'zi 30 soniya kutib qolar. Bir donasini nechimgacha bilish kerak? 20 kilogramm meni ketdik, nechimga ketik? Shuni o'zi. 37 dollar normal. Brat, qo'ydingizmi? Yangi narsalar qo'ydingizmi brat ishga? Brat, bile. Hamma noqonatku. Hamma 11 degan. Buni bitta yeb chiqaramiz. Buni degan. Bittadan demak sho'da qo'yacağım. Bor pul ketsa ketmadi. Ketgani ham yo'q pulli. Shuncha olaveramiz. Şadek endi korot 11 tasini qanaqa bu sabzimi? Endi shular faqat sabz ekanini shirin. Bu qator bunaqa. Faqat ma'mizni deb qolmaydi. Sumga ham chapdim bu narsalar yo'q faqat. Tushunarli. Ham qo'ygan holatda shipiramiz. Pul kelyapti-ku. Va endi bu qatordagilar. Shuninglar hozir bu yoqda mayli. Shunaqa mendir o'klandirgan. Bular turibdi denglar. Turib degani. Faqat arzon so'z qo'ymakmi deyman. Sumkadagilar ham ketibdi. Bor ketdi, stop. Mamber orada shu yerdagi brattandan bir sotib ko'raman. Nima bu? So'bir ekanmish. Bratishka to'g'ri bratdan. Cuma doktorlarning da. Cuma doktorlar sanasi. Şuna kıyafla. Celaka'nın söyleyeceğim pitomuz değil mi? Pitomuz. Şuna kapısı gelebilir. Şakan oradan sotosu gerek. Sıp.
Mana bu yoqdami? Sotsa kerak. Levelim 50 bo'lishi kerak. Mana levelim nechi? Bitta. Mana. Mana. Faqat 50 ekan. Nima sotasiz? $50. Shu ya. 100. Bratlar qamoqdasin. Kar. Boş değil mi yine? Kamera. Hiç ona koşmayız. Ne yapacağız? Biraz. Biz soqali. Do'stlar, mana buni qaranglar. Stop. Axir bu 34%li buni arzoq ko'rmadik. Tomatda. Pomidor ekan. Bu qanaqa? Yana to'lib ketdim. Og'riyapti. Adashtirib qolgan. Ole. Sabzi. Sabzini mana sabzi to'lagan. Selga ketdik. Voyin bular hammasini necha mingagachini ham bilaylik. Ko'rdinglar. Deb o'ylayman. $4 $8 qo'yganlar. O'ynagan levelim 50 bo'lish kerak edi. Mana 50 bo'ldik. Va mamnun olsangiz. Bundan 2 dona. Mayli. 8 donadan 2 dona. Keyin qancha o'tmoqlik. Mayli, men antigani tushgandir. Shu an hammasi. Stop. Fintini içemin be. Kanat ola. Bulgu. Level kanı gözü bulgani. Maşallah gitmişsiniz. Şurada hemen. Blueberry. Hala bu senin işte başlayayım bu tomatı. Tamam. Yo'q 24 minut bo'pti do'stlar. Va уже mantlar bilan xayrlash. Shunchami sizlar bilan men Minecraft sizlar bilan xayr.